Tövbe istig'forning ahmiyati. Abdori Muhammad Yusuf. Özünün kemçiliklerini, hatalıklarını, günahlarını tonup, Allah Taalaga tövbe istig'for aytish arqılıq onundan kechirim tilab turish samimiylikning, kamtarlikning ifodasidir. Tövbe qilmishiga pushaymon qilib, durustlikka qaytish deganlikdir. Istig'for Allah Taaladan günahini mag'firat qilishni tilash deganlikdir. Zamanımızda köpinç kişiler tövbe istig'for aytinglar deyilsa, xuddi tövbe istig'forni cho'ng gunohlarni sodir qilgan yoki jinoyat ishlagan odam esi bo'ladi degandek. Yoki alhamdulillah biz 5 vaqt namozimizni mukammal ado qilib kelyapmiz. Birovning haqqini yemidik, birovga zulm qilmadik. Allah Taalaga asiylik qilmadik. Shunga istig'forni aytsaqmi yoki aytmasaqmi bak muhim emas degandek qilib, tövbe istig'fordan iborat bu muhim amalga ahamiyat bermaydi. Amaliyat ular o'ylagandek emas. Chunki tövbe istig'forni gunohkor odamlar aytmaydi. Chunki istig'forni gunohdan pok payg'ambarlar hammasi aytgan. Payg'ambar alayhissalom men har kuni Allohga 70 qatimdan ko'proq tövbe istig'for aytaman degan. Ilgirki va keyingi butun gunohlari, kamchiliklari va xatoliklari kechirim qilib o'tilgan bir pok payg'ambarning kunda Allah Taalaga 70 qatimdan ortiq tövbe istig'for aytishining sababi nima? Tövbe deganni gunoh qilganlarla qilamdi? Yo'q. Tövbe istig'for qadimimizning tiyib ketmasligi, to'g'ri yo'lda izchil yurishimiz uchun to'limi zarurdir. Masalan, ko'nglining tugmallarini xato etgan odam uni bayqagan hamon darhol tuzitib tugmani to'g'ri etib manganda, keyingi tugmalar durust etilib mangadi. Agar bunda qilmaganda, boshdagi tugmadan boshlab hammani bir-birlab o'ngshab chiqishga to'g'ri keladi. Xuddi shuningdek, har bir gunoh, har bir xatolik uchun tövbe qilib va xatolikni tuzitib manganda, durustlik va to'g'rilik ustida mangan bo'lamiz. Agar bunda qilmaganda, gunohlarimiz va xatoliklarimiz bizni halok qiladi. Payg'ambar alayhissalom hech qanday bir gunohni kichik sanamanglar. Gunohlar birikib, oxiri odamni halok qilib o'tadi degan. Tövbe istig'for odamni to'g'ri yo'lda mustahkam qiladi. Tövbe istig'for odamni gunohlardan poklab, xatoliklardan yiroq qilib turadigan narsa. Xatolikni o'ngshab, gunohni tövbe bilan o'chirib mangmaganda, bir gunoh yana bir gunohni, bir xatolik yana bir yoki bir qancha xatoliklarni tug'dirib mengayverdi. Shuning bilan uni o'ngshash qiyin bo'ladi. Bu xuddi ko'nglakning birinchi tugmasini xato etish bilan uning butun tugmalari xato etilib mang'iniga o'xshash. Ko'nglakning dastlab etgan tugmasini qaytadan to'g'ri etgandan keyinla boshqa tugmalarmi to'g'ri va joyida etilib mang'idi. O'z xatoligini bilgan hamon uningdan darhol qo'l uzgan, bir gunohni ishlagan hamon uningga pushaymon qilib tövbe qilgan odam qayta xatolik sodir qilishdan va gunohga tushib qilishdan o'zini yiroq tuta oladi. Demak, tövbe istig'for odamning ish harakatlarining to'g'ri va mustahkam bo'lib davom qilishini kapolatlantiradigan narsa. Shunga tövbening ahamiyati zo'r, foydasi ko'pdir. Payg'ambar alayhissalom yana har qanday odam bolasi xatolashidi. Xatolashquchilarning eng yaxshisi tövbe qilg'uchilardir degan. Buningdagi sir nima? Chunki
Tövbe istig'for insonning to'g'ri yo'ldan ezib ketmasligi uchun uning qadamini mustahkam qilib turadigan, xatoliklarning vaqtida yuyilib, gunohlarning o'chirilib turishi orqali uni murakkab xatoliklar va og'ir gunohlardan saqlab turadigan qalqondir. Istig'for aytishning muayyan vaqti yo'q. Uni qaysi vaqtda va qanday joyda aytsa bo'laverdi. Istig'for aytishning eng afzal vaqti sahar vaqtidir. Allah Taala jannatga kiradigan taqvodorlarning sifatlarini bayon qilgan oyatda ular saharlarda istig'for aytqichilardir deb maqtagan. Yana ular saharda Rabbidan mag'firat tilaydi deb ta'riflagan. Istig'for barcha qiyinchilikni hal qilishga vasila bo'ladi. Istig'forning barcha qiyinchiliklarning hal bo'lishidagi rolini hech kim inkor qila olmaydi. Chunki bu amaliyat. Bir odam Saudiya Arabistonining sobiq muftisi Allamo Abdullah ibn Bazning yeniga kelib, ayolining 7 yildan beri homildor bo'lmaganligini aytib, uningdan bir chiqish yo'li so'raganda, Allamo ibn o odamga istig'forni ko'p aytishni buyurgan. 1 yildan keyin u kishi Allamo ibn Bazning huzuriga kelib, ayolining homildor bo'lganligini aytgan. Әмді өтмішләрден misal keltirmoqchi bo'lsak, deymizki, bir odam Allamo Hasan Basrining huzuriga kelib, yomg'ir yig'imining yo'qligidan shikoyat qilib kelgan bo'lib, Allamo Hasan Basri uningga istig'for aytqin deb nasihat qilgan. Arqadan yana bir odam kelib, ayolining tug'mas ekanligini va o'zining bala yuzi ko'rishini arzu qildiganligini aytganda, uningga istig'for aytqin deb nasihat qilgan. Yana bir kishimi o'zining yo'qsil ekanligini, hech qanday chiqish yo'lining yo'qligini aytganda, uningga istig'for aytqin deb nasihat qilgan. Allamo Hasan Basrining yanida o'ltirganlar uningdan o'zlari kelgan bu kishilarning hammasini istig'for aytishga buyurilg'u deganda, Allamo Hasan Basri ularga Nuh alayhissalomning bunu so'zini tilovat qilib bergan ekan. Ularga aytdim, Rabbinglardan mag'firat tilanglar, chunki u nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Shunda qilsanglar, u sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarning pul milinglarni va o'g'illaringlarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qiladi. Istig'forning foydalari ko'p. Birinchisi, istig'for aytib turadigan odam dunyoda jismoniy va ma'naviy jihatlardan hargiz azob chekmaydi. Chunki Allah Taala Qur'oni Karimda mundaq degan. Ular istig'for aytib turgan chaqda Allah ularga azob qilmaydi. Demak, istig'for insonni jismoniy, ma'naviy, fikri, ijtimoiy azoblardan, shundaqla barliq azoblardan ozod qiladi. Demak, yer yuzida ikki amalliq bo'lib, biri ketib qolgan, yana biri qolgan. Ketib qolgani Payg'ambar alayhissalomdir, qilib qolgani istig'fordir. Ikkinchisi, istig'for insonga barliq yaxshilik turlarini ochadi. Bu mavzuda Nuh alayhissalomning Rabbinglardan mag'firat tilanglar, chunki u nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Shunda qilsanglar, u sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Mal mulkinglarni va farzandinglarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qiladi degan so'zni asga elish yetarlidir. Uchinchisi, istig'for musulmon odamga va musulmonlar jamiyatiga kuch-quvvat va qudrat ato qiladi. Allah Taala Hud alayhissalomning qavmiga aytgan so'zini qisqa qilib mundaq deydi: "Ey qavmim, Rabbinglardan mag'firat tilanglar, ondan uningga tövbe qilinglar.
Shundaq qilsanglar, u sizlarga ko'p yig'in yağdırıp berdi va kuchinglarga kuch qatidi. 4-si, istig'for insonga baxt saodatlik hayot bag'ishlaydi. Allah Taala yana Hud alayhissalomning so'zini qissa qilib mundaq deydi. Sizlar Rabbinglardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tövbe qilinglar. Shundaq qilsanglar, Allah sizlarni belgilangan ajlinglar to'shqicha obdan yashtidi. Gunoh qilmaydigan odam yo'q. Har qandaq odam bilib bilmay cho'qim xatolik o'tkazadi va gunoh o'tkazib soladi. Hatto hech gunoh qilmagan odamning o'zini gunohsiz his qilib mag'rurlanishining o'zimi gunoh o'tkazgandan ig'irroq gunohdir. Demak, dunyoda gunohsiz odam yo'q. Allah Taala gunoh qilmaydigan odamdan gunoh qilib, gunohiga tövbe qilib, Allah Taolaga munojat qilgan odamni yaxshi ko'rdi. Chunki gunoh qilmagan odam gunoh masiyatining harom lazzatini tetmaganligi uchun u mag'firatning halovatini tetiy olmaydi. Masalan, tamak chekishga o'xshash biror gunoh ishqa odatlanib qolgan odam uni tashlash yo'lida ko'p qiyinchilik tortadi. Qiynaladi, azoblanadi. Bu orqali Alloh taolaning dargohida hassalab savobga erishadi. Gunohlarni tövbe orqali yaxshi amallarga o'riyalaydi. Ammo gunoh qilmagan odam bunda qiyinchilik uchirmaydi va mag'firatning lazzatini tetimaydi. Payg'ambar alayhissalom, agar sizlar gunoh qilmasanglar, Allah gunoh o'tkazadigan, ondan keyin tövbe qiladigan bir xalqni yaratib, ularning gunohlarini mag'firat qiladi degan. Bu hadis Allah Taolaning gunoh masiyatlarini yoqtiradiganligini ifodalamaydi. Aksicha, bandalarning tövbelerini qabul qilish orqali o'zining Al-G'afur, ya'ni kechirgichi, Al-G'affar, nihoyatda bak kechirgichi degan ulug' sifatlarning asarlarini o'ttirg'a chiqarishni va bandalarga bo'lgan mehribonlikni ifodalashni xohlaydi. Tugidi. 2020 yili 1 aprel